Meni ismim Zak. Kompaniyada meni John Nick bilan taniydilar. Meni nickname'im Sylvester Velaryon. Meni logistikadagi nickname'im Bismarck. Oldin Bobby bo'lgan. Bu nickname o'zgartirganim sababi ko'pgina driverlar bu Bobby nickname bilan men juda ham ko'p hazillashardi. Ba'zida qo'pol, ba'zida yaxshi. Shuning uchun Bismarckga o'zgartirishga xohish bo'lgan va o'zgartirganman. Men Blue Sky Cargo kompaniyasida ishlayotganimga 7-8 oy bo'ldi. Bu sohada ishlab kelayotganimga 3 yildan oshdi. Blue Sky Cargo bilan 1 yildan oshiq vaqt davomida ishlab kelyapman. Bu korxonaga kelganimga уже 5 oydan oshdi. Bu korxonada main updater bo'lib ishlayman. Asosiy nimamiz shu driverlarni yo'lda bo'lgan muammolarni hal qilish va performansda yaxshi reytda A+A da ushlab turish. Blue Sky Cargo kompaniyasida 5 oydan beri ishlab kelyapman. Bu kompaniya juda ham yoqdi menga. Ayniqsa ish beruvchi va ownerlarimiz bizga juda ham katta e'tibor beradi. Teamwork juda ham kuchli. Bu yerda ishlab men juda ko'plab tanishlar orttirdim. O'zimni management problem solving skilllarimni oshirdim. Management skillim oshdi deb ayta olaman. Katta miqyoslarda murakkab tizimlarda samaradorlikni oshirishni o'rgandim. Blue Sky kompaniyasida ishlab ko'pgina tanishlar orttirdim. Misol uchun xorijiy tanishlar, xorijiy driverlar sifatida yoki do'stlar shu kompaniyaga misol uchun bir kun kelib o'zim ham shu sohadan kelajagim ketadigan bo'lsa, bu yaxshigina yordam beradi deb o'ylayman menga. Ko'pgina imkoniyatlarni ochib beradi. Bu korxonaga kelganimdan beri erishgan narsam tanishuv. Ko'p driverlar bilan gaplashib, Amerikadagi driverlar bilan tanishganimiz va teamworkimiz asosiysi. Teamimiz juda yaxshi, bir-birimiz bilan connectionimiz va gaplashishimiz. Teamimiz driverlar bilan gaplashib va driverlarga ma'lumot yetkazib berishda juda ham yaxshi nima qiladi va on time javob berishimizga yordam beradi. Logistikada ishlashimdan asosiy maqsad men shu sferada o'zimni juda ham mos ishchi sifatida ko'rganman va bir kun kelib men ham o'zimni Amerika logistikasi bo'yicha kompaniyam bo'lishini xohlayman, ya'ni owner bo'lishni xohlayman va bu shungacha bosib o'tiladigan yo'lda logistikada hozircha ishlab turish, bu yaxshi experience olish, yaxshi maqsadlarga, yaxshi natijalarga erishtiradi degan umiddaman. Bu sohada ishlashimdan asosiy maqsad birinchidan Amerikadagi haqiqiy amerikanlar bilan gaplashib, conversation qilganda ingliz tilini oshirish va Amerikadagi o'zimizning hamyurtlarga yordam berish. Bu sohada ishlashimdan asosiy maqsad bu sohada iloji boricha chuqurroq o'rganish, o'zim uchun kerakli bo'lgan bilimlarni olish. Bu soha nafaqat logistika, balki menejment sohasiga ham, biznes sohasiga ham kirgani uchun menga hamma tomondan foydali bo'ladi. Maqsad o'z ustimda ishlab, bundan-da yaxshi natijalarni qo'lga kiritish.